kengliligimizni boshlaymiz. Qarang, qog'ozimizni chekkasidan 12 santimetrlik masofa tashlab chiziq tortib olamiz. Qog'ozimizni yuqori qismidan ham 12 santimetrlik masofani o'lchab chiziq tortib olamiz. Endi mana shu chekkadagi chizig'imizdan boshlab yelka kengligimizni ikkiga bo'lib 1 santimetr chok haqi bilan belgi qo'yamiz. Bo'yin o'yintimizning kengligini 8, yelkamizni qiyaligini 3 santimetr qildim. Ochiqlikni o'zingiz xohlagan joygacha belgilashingiz mumkin. 38, 40 yoki ko'krak ostidan 32 santimetrgacha chizib qo'ydim. Yelkadan ko'krak uzunligi 23 va ko'krak aylanani 4 ga bo'lib 2-3 santimetr qo'shib olavering. Kengroq bo'lgan juda ham yaxshi. Proymani chuqurroq qilamiz. 23 santimetr qildim. Abaya fasondagi kiyimlar uchun chuqurroq proyma juda ham chiroyli chiqadi. Endi modellashtirishni boshlaymiz. Diqqat bilan kuzatib turing. Yelkamizni teng o'rtasiga belgi qo'yamiz. Yelkadan 32 santimetrni o'lchab oldim. Bu koketkamizni uzunligi hisoblanadi. Qizlar, mana bu chiziqdan yelkani o'rtasigacha qo'ygan masofani o'lchaymiz va pastdan ham koketkamiz uzunligidan o'sha masofani o'lchaymiz, kvadrat qilamiz. Kvadratimizning chekkasidan 4 santimetr yuqoriga ko'tarilamiz. Ana endi shu chizig'imizni toy etagimizgacha davom ettirib chizib qo'yamiz. Ochilishimiz bo'ylab yuqoriga chiziq tortdim va shu chiziqdan 8 santimetr kenglikni o'lchab mana bunday qildim. Endi qarang. Har ikkala mana bu strelkani oralig'ini o'rtasini topamiz. Shu joydan o'yindimizning chekkasidan 12 santimetrlik masofani o'lchab mana bunday chiziq hosil qilamiz. Chizig'imizni burchaklarini yarimoy shaklga keltiramiz. Olib diqqat bilan kuzatib turing, biz yoqa hosil qilyapmiz. Mana bu joy yoqa hisoblanadi. Endi sizga kesib ko'rsataman. Tikkanda oson bo'lish uchun yelka bilan yoqani yarimoy shaklida birlashtirib oldim. Mana qizlar, andazamizni kesib chiroyli qilib bo'laklarga ajratib oldik. Endi sizga yoqamiz qanday ko'rinishga kelishini ko'rsatib o'taman. Yoqamiz tikilgandan keyin mana bunday qilib qayriladi. Yuqoridagi bo'lak orqa tarafga yoqa bo'lib buklanadi. Yana bir muhim joyini tushuntirib o'taman qizlar. Figuramizga o'rnashib chiroyli bo'lib turish uchun mana bunday qilib qo'yib, ikkala bo'lagimizni ko'krak uzunligini belgilab olamiz. Shu uzunlikni yon bo'lagimizga ko'chiramiz. Mana shu joy ko'krak uzunligi. 3 santimetr kenglikda vitichka qilamiz. Bu 48-50 razmerdagi qizlar uchun, ayollar uchun. Shu vitichkani kesib olamiz. Andazamizni orqa tarafidan skoch yordamida birlashtirib yopishtirib olamiz. Yopishtirayotganda qog'ozni bir-birini ustiga chiqarmaysiz, bir-biriga yonma-yon qo'yib keyin yopishtirasiz. Vitichkamizni berkitib oldik. Bichib tikkanimizda vitichka yuqoridan yelka tarafdan hosil bo'ladi. Endi qizlar, koketkamizni mana bu burchagini yoqamizgacha qo'shib davom ettirib qo'yamiz. Va mana shu joydan koketkamizni ajratib olamiz yoqa bilan birga. Fasonimiz biroz murakkab, yaxshilab diqqat bilan kuzatib turing. Navbat orqa tarafimizni bichib olishga. Mana chekkadan yelka kengligimizni o'lchadim. Bo'yin o'yindimizning kengligini 8 santimetr qildim. Yelkamizning qiyaligini 3 va o'yindimizning chuqurligini 1-1,5 santimetr qilishimiz mumkin. Yelkadan ko'krak uzunligi 23 va ko'krak aylanamiz xuddi oldidagidek 26 santimetr. Proymamiz ham orqa tarafda 23 santimetr, oldidagi bilan bir xil. Orqa tarafda proyma chizganda mana bunday qilib o'yib olishingiz kerak emas, biroz tekisroq bo'lishi kerak. Etek kengligini taxminan kengaytirib qo'ydim, bizga buni ahamiyati yo'q. Oldidagi bo'lagimizni mana shunday qilib orqa tarafimizni ustiga bostirib olamiz. Xuddi oldidagidek yonchamizni chizig'ini to etakgacha to'g'ri chiziq bilan chizib qo'yamiz. Koketkamiz va yon bo'laklarimizni ajratib olamiz. Ya'ni har bitta chizgan chiziqlarimiz bo'ylab kesib chiqamiz. Orqa tarafimiz ham tayyor bo'ldi.
Endi har ikkala orqa va oldi tarafdagi mana bu yon bo'laklarimizni olib, bir-biriga birlashtirib skotch bilan yopishtirib olamiz va mana bu bo'laklarni ajratib olamiz. Ya'ni pro'ymani yarimoy bo'lgan joydan to'g'ri tepaga chiziq tortdim va shu chiziqlarim bo'ylab kesib chiqdim. Tikayotgan abayamizni mana shu joydagi bo'lagi boshqa rangda bo'lishi kerak. Shu sababli mana shu bo'lakni ham ajratib oldim qizlar. Boshqa rangdan bo'linadigan bo'laklarimizga belgi qo'yib qo'ydim. Har ikkala bo'lagimizni mana bu joyiga, ya'ni pro'ymamizni boshlangan joyiga belgi qo'yib qo'ydim. Bichayotgan paytimizda bu joylar bizga kerak bo'ladi. Endi qarang, hozirgi belgilangan joylarga pro'ymamizni kesib olgan joyimizni yana obratno qo'yamiz va yuqoridagi bo'lagimizni yelkasidan boshlab umumiy uzunligimizni o'lchab olamiz. Qizlar, mana shu bo'lagimiz biroz kaltaroq bo'lishi kerak. Men bu bo'lakni uzunligini 104 santimetr qilib belgilab oldim. Kengligini esa 32 santimetr qilib belgiladim. Yuqoridan ham 32 santimetrga belgi qo'yib, chiziq bilan tutashtirib oldim. 32 santimetrni ham o'rtasini belgilaymiz qizlar. Va mana shu joyga ajratib olgan mana bu bo'lagimizni qo'yib, har ikkala tomonga 1 santimetrdan chok haqi berib, to 32 gacha kengaytirib chizib olamiz. Men buni kesib bo'lgandan keyin ko'rsatdim. Mana, chizib kesib olingan. Navbatdagi ishimiz qizlar, orqadagi koketkani pastki qismini bichib olishga. 140 santimetr uzunlikni o'lchab oldim. Va qarang, mana bu koketkamiz va pastdagi etek qismimiz. Orqa tarafni etagini kengligini 36 santimetr qilib oldim. Yuqoridan qarang. Mana bunday qilib koketka bilan birlashtirib, uzunlikni belgilab oldim. Koketkani olib tashladim. Va mana bu bo'lagimizni mana shunday qilib burchagini hosil qilib oldim. To'ntarib ikkinchi tarafni burchagini chizib oldim. Va mana shu joydan to'g'ri 36 santimetrlik etek kengligimizga qarab kengaytirib bordim. Mana. Endi kesayotganda materialim 2 qavat, faqat bir qavatini kesishim kerak. Materialni ekonom qilish uchun shunday qilib bichishga to'g'ri keldi. Shunday qilib mana koketkamizni etek qismini ham bichib oldik. Endi qizlar, yon bo'laklarimizni bichib olamiz. 32 santimetr kenglikni o'lchab, to'g'ri chiziq tortib olamiz. Uzunligimiz 140 santimetr uzunlikda. Ya'ni umumiy uzunligimiz necha santimetr bo'lsa, o'shanga 3-4 santimetr buklov haqqi va chok haqlari qo'shilgan. 32 santimetrni o'rtasiga mana bu bo'lagimizni qo'yamiz. Atrofiga 1 santimetrdan chok haqi berishingiz mumkin. Xohlasangiz chizayotganda, xohlasangiz kesayotganda chok haqqini berib ketsangiz bo'ladi. Qarang, rovna pro'ymagacha bo'lgan joygacha bir xil qilib chizib oldim. Ozgina chok haqqi ham berdim va mana shu joydan boshlab endi 32 santimetrgacha kenglik bilan kengaytirib olaman. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunday chiziqlarim bo'ylab kesib chiqaman.
Buklovimni yonidan ortib qolgan materialdan orqa tarafimni ham xuddi mana shunday qilib etagini 32 santimetr kenglikda qilib bostirib kengaytirib chizib olaman. Orqada ham shu proymadan keyin kengaytirish berib ketganman. Mana qizlar, yon bo'laklarimizni ham bichib bo'ldik. Endi koketka qismlarimizni bichib olishimiz kerak. Koketkalarimiz ham mana shu rangdagi materialdan bichilishi kerak. Qizlar, abayamiz uchun koketka bichib olamiz. Koketkani materialda bichmadim. Mana tayyor andazani dubleringa chizib olib, dublerinni kesib oldim. Dublerin biroz jo'stkiyroq menda, qattiqroq, qalinrog'idan, formasini bemalol ushlab turadigandan. Ham oldi, ham orqa taraflarini mana dubleringa bichib oldim. Endi shu dublerinni xohlagan joyimga yopishtirib, bemalol materialimdan qiynalmasdan kesib olishim mumkin. Chunki material juda ham formasini tutolmaydigan, cho'ziladigan, ko'p cho'zilmaydi-yu, lekin formasini ushlab turmaydi, qiyshayshi mumkin. Dublerin bilan ishlash osonroq. Orqa koketkamizni ham mana shu joyga qo'yib yopishtirib olamiz. Yopishtirgandan keyin bemalol kesishimiz mumkin, osongina. Mana qizlar, koketkamizni kesib oldik. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Endi qarang, etak qism bichamiz koketkamizni ostki qismiga. Mana shu bo'lakni kesib bichib olishimiz kerak. Andazamga pastki qismini qilaylab oldim, umumiy uzunlikni topish uchun shunchaki. 140 santimetr uzunlikni o'lchadim va etagini kengligini 32 santimetr oldim. Yuqoridagi koketka bo'lakni olib tashladim. Shu 32 ni kenglikni o'rtasiga mana bu etak qism andazamni qo'ydim. Va chekkasidan mana shunday qilib kengaytirish berib chizib kesib oldim. Mana oldi tarafimizni etak qismi tayyor bo'ldi. Koketkani pastki etak qism. Mana bu yuqoridagi koketka. Endi qizlar, orqa tarafimiz uchun koketkani pastki qismini bichib olishimiz kerak. Mana bu orqa koketkamiz va etak qismimiz. Andaza tayyorlaganimizda ko'rgansiz buni. Materialim bir qavat yoyilgan holatda 35 santimetr kenglikni o'lchab oldim. Chunki etagini 35 santimetr qilmoqchiman. Yuqoridagi koketkamizni yelkasidan boshlab umumiy uzunligimizni o'lchab belgilab olamiz. Endi esa mana bu kenglikni o'rtasini belgilab, etak qismimizni avval yarmini mana bunday qilib o'rtaga qo'yib chizib olamiz. Keyin ikkinchi yarmini mana bunday qilib o'rtaga qo'yib chizamiz. Har ikkala chiziqlarimizni yakuniy qismidan to'g'ri 35 ga qarab etagimizni kengaytirib chizib olamiz. Ikkinchi tomoni ham xuddi shunday. Bu orqadagi koketkamizni pastki qismi hisoblanadi. Mana qizlar, ko'rib turganingizdek etak qismimiz ham tayyor. Koketka bilan qo'shib ko'rsatishga harakat qildim. Navbatdagi ishimiz qizlar, mana bu oldi bo'lagimiz.
yuqoridagi koketka qismimiz. Bir qavatdan astarlik ham bichib oldim, ko'rib turganingizdek. Dublerin yopishtirilgan bo'lagimizni astarligimizga mana shunday qilib ignachalar bilan qotirib olamiz. Tikib bo'lganimizdan keyin mana bunday qilib chokka yetkazmasdan kesib chiqamiz. To'ntarib dazmollaymiz. Dazmollaganda choklaringizni chiroyli, akkuratni chiqishiga e'tibor bering, chunki eng ko'rinadigan joy mana shu joy hisoblanadi. Yaxshilab yoqani qirrasini chiqarib dazmollagandan keyin koketkamizni aylanasi bo'ylab pautinka qilib yopishtirib chiqamiz. Yopishtirganda nomiga yopishtiring. Keyinroq buni ochishga ham to'g'ri kelishi mumkin, chunki pastki qismi va yon taraflarini birlashtirganimizda. Endi astardagi mana bu oshiqcha joylarimizni kesib tashlashimiz mumkin. Har ikkala tarafimizni mana shunday qilib tayyorlab oldim qizlar. Mana bu tayyor holati. Endi qarang, mana shunday qilib qo'yib ustidan orqa koketkamizni birlashtiramiz. Yelkalarimizni bir-biriga teng qilib, tekislab, mana shu joydan tikishni boshlaymiz. Tikishda qiynalsangiz yoki igolka qo'yib oling yoki qo'l choki bilan tikib oling. Orqa koketkamizni yelkasini yakunigacha tikib oldim. Ikkinchi tarafni ham xuddi shunday. Endi mana shu joyni ozgina kesib qo'yamiz, chunki yarim oy bo'lgan. Tikishda osonroq bo'lishi uchun. Endi qarang. Mana bu orqa bo'yin o'yindimizni o'rtasi belgilab qo'ydim. Yoqamizni mana shu joygacha olib kelamiz va orqa bo'yin o'yindini ro'parasidan mel bilan belgi qo'yib olamiz. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunday qilamiz. Mana bo'yin o'yindini ro'parasidan belgi qo'ydim. Endi mana shu belgilarimizdan qolgan qismi bizda oshiqcha kesib tashlashimiz kerak. Avval mana bunday to'g'ri chiziq tortdim, keyin ozgina qiyalatdim. 1 santimetrga yetib yetmas darajada. Qiyalatgandan keyin yana 1 santimetr chok haqi berdim. Ana shu chok haqi berib chizilgan chiziqdan boshlab kesishni boshlaymiz. Ikkinchi tarafimizni ham xuddi shunday qilishimiz kerak yoki mana bunday qilib bostirib olishingiz mumkin. Teng qilib qo'yib ikkalasini yoqani formasi bo'ylab kesib olishingiz mumkin. Endi yoqamizni astar va ustki qismlarini mana bunday qilib yoyib olamiz. Mana shu joydan chok beramiz. Chok haqiga 1 santimetr berganimiz uchun chokimizning kengligi 1 santimetrdan oshiqcha ham, kichkina ham bo'lmasligi kerak. Mana bu o'rtadagi 4 tala chokni birlashgan joyini kesib olamiz. To'ntarganimizda bo'rtib qolmasligi uchun. Endi to'ntaramiz. Mana to'ntarganimizda mana bunday ko'rinishga keldi yoqamiz. Akkuratni qilib dazmollab, orqa bo'yin o'yindimizga birlashtirib tikib olamiz. Chokimizni yelkadagi chokimizni qolgan joyidan boshlaymiz tikishni. Hozirgina yoqani birlashtirib tikkan chokimiz orqa bo'yin o'yindini o'rtasiga to'g'ri kelishi kerak. Mana o'rtaga to'g'ri keldi. Qolganini ham ikkinchi yelkamizni chokkiga to'g'rilab tikib qo'yamiz. Qizlar, yoqamizga ishlov berib nihoyasiga yetkazdik. Qolgan jarayonni yana birga kuzatamiz. Chiqdi. Endi mana bunday qilib teskari tomonidan tekislab olamiz va ustidan astarlik bo'lagimizni mana shunday qilib qo'yib, yelka va bo'yin o'yindalarimiz bilan birlashtirib tikib olamiz. Bo'yin o'yindimiz yarim oy shaklida bo'lgani uchun chokka yetkazmasdan kesib olamiz. To'ntarganda tortishib qoladi, eslashdi. Endi mana bunday qilib dazmollab olamiz tikkan choklarimiz qizlar. Orqa koketkamizni ham tekislab dazmollab, dazmoldan keyin chekkalarni pautinka qili yordamida yopishtirib olamiz. Yondagi bo'laklarni tikkanda qiynalmasligi uchun.
Astarlik bo'lagimni notekis va oshiqcha joylarini tekislab kesib oldim. Koketkamiz tayyor bo'ldi. Oldi tarafda ham ozgina notekis joylarini tekislab qo'ydim. Mana qizlar, tayyor bo'ldi. Endi yon bo'laklarimizni taxminan qayerlarga tikishimizni sizga tushuntirib o'taman. Mana bu yoqamiz to'ntarilganda, tayyor bo'lganda mana shunday ko'rinishga keladi. Koketkamizni yoyib oldim. Orqa va oldi bo'laklari. Mana bu yon tarafga yon deb bichib olgan bo'laklarimizni birlashtirib tikamiz. Mana bu pastki qismiga qora bo'lagimizni tikamiz. Keling avval mana shu pastdagi o'rtadagi bo'lagimizni sizga tikib ko'rsatsam. Avval shu o'rta bo'lagimizni ochiq tomonini, yoqani pastki qismiga ishlov berib olishimiz kerak qizlar. Mana shu joyni chekkasini overlock qilib olamiz. Ikkala tomonni ham. Overlockdan keyin o'rtasiga ip qo'shib tayyorlangan mana bunday flizilinli lentichka bor. Materiallarni cho'zilishiga to'sqinlik qiladigan. Mana shu tarafni agar shunday tikib olsak, meni materialimda biroz cho'ziluvchan, valna bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli shu lentadan foydalanib ishlov berdim, yopishtirib chiqdim va mana bunday qilib buklab, mana shu oq lentani berkitish maqsadida buklab tikib oldim. Chokimni eni 0,5 santimetr, lentani eni 1 santimetr. Lentani teng 2 ga bo'lib buklab chok berdim ustidan. Akkuratna qilib dazmollagandan keyin mana endi mana bu etak qismlarimizni koketkamizga birlashtirib tikishimiz mumkin. Mana bu joyini ozgina ochib olamiz. Esingizda bo'lsa kililagan edik. Mana bunday qilib har ikkala koketkani o'rtasida qoladigan qilib tikishimiz kerak. Mana shunday qilib qatlaymiz. Har ikkala rozoviy materialimizni o'rtasida qora materialimiz qoldi. Mana shu joyni tikib olamiz. Mana bu tikilgandan keyin dazmoldan avvalgi holat qizlar. Har ikkala bo'lagimizni mana shunday qilib tayyorlab olamiz. Tayyor bo'ldi. Endi qarang, buni yon tarafiga mana bu yon bo'laklarimizni bichib olgan edik. Orqasiga orqa, oldiga oldi deb yozib qo'yganman. Chunki bo'laklarimiz rosa bir-biriga o'xshash. Mana bunday qilib qo'shib tikishimiz kerak. Demak, undan avval orqadagi koketkamizni etak qismini birlashtirib olishimiz kerak. Buni ham bichilish jarayonida ko'rgansiz. Mana shunday qilib tikib olamiz. Mana qizlar, bu tikilgandan keyingi ko'rinishi. Chokimizni overlock qilib dazmollaymiz. Ana endi yon bo'laklarimizni birlashtirib tikishimiz mumkin. Yon bo'laklarni tikishda avval mana bu yelkadagi choklarni bir-biriga qo'shib tikib olamiz. Mana shunday qilib. Tikib, overlock qilib dazmollab bo'lgandan keyin ikkala chokni rovna bir-biriga teng qilib qo'yib, igolka qotirib olamiz va har ikkala tomonga qaratib tikib qo'yamiz. Men har ikkala tomonni ham tikib oldim qizlar. Mana bunday ko'rinishga keldi. Tekislab yoyib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yoqalarimiz.
Qizlar, bu bilan hali nihoyasiga yetmadi abayamiz. Hozirgina tikkan yon bo'lagimizni yoniga yana bitta bo'lak qo'shishimiz kerak. Bu orqa tarafdan ko'rinishi. Qarang, qanaqa chiroyli chiqyapti. Endi yon tarafimizga yana qo'shmoqchi bo'lgan yon bo'lagimiz bor. Bu butun holatda bichilgan. Bichilish jarayonida ko'rgansiz. Ikkita andazani bir-biriga skotchlab olib, butun holatda bichganmiz. Mana shu bo'lagimizning bir tomonini oldi tarafga, bir tomonini orqa tarafga qilib birlashtirib tikib olishimiz kerak. Avval mana shu tomondan tikib, chokimizni overlock qilib dazmollab olib, keyin ikkinchi tomonini tikib, overlock qilib dazmollashimiz mumkin. Shunda oson bo'ladi. Avval tikib olasiz bir tarafini, dazmollaysiz, overlock qilasiz, ana undan keyin ikkinchi tarafni tiksangiz, yana ham chiroyli chiqadi, osonroq bo'ladi. Qizlar, fasonimiz biroz murakkabroq, boshingizni aylantirishi mumkin, ayniqsa ikki xil rangda bo'lganligi uchun. Mana ikkala yon taraflarini birlashtirib overlock qilib bo'ldim. Avval orqa tarafga tikishni boshlagan edim. Endi mana bu ikkinchi ochiq qolgan tarafini oldi tomonimizga birlashtiramiz. Mana qarang. Mana bunday qilib yoyib, qora materialimizni bu tomonga qayirib, mana shu joyni birlashtirib tikamiz oldi bo'lagimizga. Ikkinchi tomonda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Tikayotgan materialingiz agar cho'ziluvchan bo'lsa, mana shu bo'laklarni birlashtirib tikishda juda ham ehtiyot bo'ling. Bir tarafi cho'zilib qolsa agar, proymangiz aylanib qolishi mumkin, chiroyli chiqmasligi mumkin. Mana bu qizlar abayamizni yarim tayyor holati. Mana ko'rishingiz mumkin, yoqalarimiz, yon bo'laklarimiz, oldidagi qo'yilgan qora bo'lagimiz rosa chiroyli ko'rsatdi. Xuddi sarafanga o'xshab ko'rinar ekan. Kiyib ko'rdim, juda ham chiroyli turar ekan. Mana bu yondagi hozirgina tikkan chokimiz. Endi mana shu yon bo'lagimizni etak qismi qoldi. Esingizda bo'lsa, mana shu hozirgina tikkan yon bo'lagimizni etagini kaltaroq olgan edik. Orqa tarafdan ham juda ham chiroyli ko'rinar ekan bu fason. Juda ham yoqdi o'zimga. Abayamiz uchun yeng bichib olamiz. Yengimizni buklovini 23 sm kenglikda qildim. Uzunlikka 7-8 sm qo'shib oldim. Sabab buklovini kengroq qilmoqchiman. Buklangan tarafimizdan 3 sm o'lchab oldim. Mana kenglikni 23 belgilab oldim. Proymamizning chuqurligi 23 sm. Yengimizni uchini kengligini 21 sm qilib oldim. Va proymagacha bo'lgan chiziqqa tutashtirib qo'ydim. Mana bu joydan 7 sm ni o'lchab belgi qo'ydim qizlar. Mana shu chiziqdan buklayman. Materialim yengil bo'lganligi sababli buklovni enliroq qilmoqchiman. Shu sabab uzunlikka 7 sm qo'shib oldim. Shu yengimizni yana bir marta bostirib kesib olamiz. Ikkinchi yengimizga ham uzunlikka belgi qo'yib oldim. Overlock qilib buklab oldim qizlar. Buklagandan keyin yengimizni mana bunday qilib yon chokini birlashtirib tikib overlock qilib olamiz. Chunki mana proymamiz yumaloq holatda, yon tarafi ochiq emas. Proymani o'rtasiga belgi qo'yib oldim. Va yengimizni chokini mana shu belgiga birlashtirib tikishni boshlaymiz. Mana shu joydan tikishni boshlaymiz. Ya'ni yengni butun shaklda qo'yapmiz, butun proymaga. Mana yengimizni qo'yib tayyorlab oldik. Ikkala yengimizni ham xuddi mana shunday qilib tikib olamiz. Endi oxirgi ishimiz qizlar. Mana shu ko'katkamizning yakuniga men mana bunday knopkadan foydalanib berkitmoqchiman ko'katkamizning yakunini. Xohlasangiz siz broshka qilishingiz mumkin, tugma qilishingiz mumkin yoki mana shu joyga ingichka bog'ich qilib bog'lanadigan ham qilishingiz mumkin. Agar xohlasangiz mana shu joyga uzungina zamok qo'yishingiz ham mumkin. Kimga qanday qulay bo'lsa, o'sha variantdan foydalanishi mumkin. Mana bunday qilib qadab foydalanamiz. Abayamiz tayyor bo'ldi.
o'zingizni didingizdan kelib chiqib bezak qilishingiz mumkin. Naryadniy bo'lishni xohlasangiz toshlar bilan bezashingiz mumkin koketkani. Qizlar, darsligimizni ko'rib chiqdik, o'zimizga kerakli bilimlarni o'zlashtirdik. Обязательно tikib ko'ring, judayam chiroyli fason. Ramazon oyi ichi aksiya bilan sotiladigan kurslarimizdan foydalaning, chunki yilda faqat Ramazon oyida bizda aksiya bo'ladi, boshqa payt bo'lmaydi. Kursdagi darsliklar soni ko'paygan sari narximiz oshib boradi. Foydalanib qoling. Kurs haqidagi to'liq ma'lumot shu rolikning описаниесida yozilgan Telegram gruppi va kanalimiz orqali beriladi. Demak, siz bilan kelasi videoroliklargacha xayrlashaman. Allohga omonat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling, bizni kanalimizdan uzoqlashmang.